Carmela. Ras. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yangi sayt kanaliga obuna bo'lib, like bosib, fikringizni qoldirib, bo'lmasa biz ham videoni bosamiz. Bugungi video Instagramda qanday reykka chiqish haqida taklif qo'yish. Shuni aytib o'taman, ko'rsatib o'taman. Iloji ko'rsatishni. Bugun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'z fikringizni qoldiring. Bo'lmasa biz ham boshladik. Instagramda videongizni qo'yasiz. Video qo'ygan paytda soat nechida qo'yish kerak? Aytib o'taman unda. Instagramda soat video qo'yasiz. Instagramda video chiqarish uchun eng yaxshi vaqtlar odatda foydalanuvchi faolligi bilan bog'liq taqdimotlar, shuning uchun shu soatlarda qo'yish kerak. Instagramda video qo'yish soati erta tong 7:00 yoki 7:00 yoki 9:00 da ko'p odamlar uyqudan uyg'onib telefonini tekshiradi. Ikkinchi bunaqamiz kunduzi tanaffusli 12:00 da 2:00 da ish va maktab tanaffusi ko'plab odamlar Instagramni tekshiradi. Uchinchi variantimiz kechki soat 5:00 8:00 da ish kunining tugashiga yaqin va odamlar uylariga qaytib bo'sh vaqtlarini Instagram bilan o'tkazadi. Buni tashqi Instagram algoritm so'nggi 24 soat ichida video qanchalik ko'p izohlar, layklar yoki ulashishlar olishi hisobga olib, uning ko'rinishi belgilaydi. Shu sabab videoni faol kuzatuvchilar orasida chiqarish ham mumkin. Qaysi sohada faol bo'lsangiz, auditoriyangiz odatlarini o'rganish ham yordam beradi. Bu degani qaysi soha? Mana Vine sohasi bo'lsa, Vine sohasida qattiq qilish kerak. Mana Vine sohasi bo'lsa, previewsiz zo'r bo'lish kerak. YouTube'da bo'lsa birinchi variantimiz, YouTube'da bo'lsa preview, zo'r avatar, zo'r YouTube reklama. So'ng Instagramda bo'lsa zo'r montaj, edit, shuni qo'shadilar. Ko'proq qisqa bo'lsa odam kuzatuvchilar ko'p bo'ladi. Yana hashtag. Omma uchun mashhur hashtaglar. Instagot birinchisi, ikkinchisi Loe, uchinchisi Photo Futreday, to'rtinchisi Beautiful, beshinchisi Happy. नेवारी मैसा देख्नै हुन्न यहाँ भेट्नै हुन्न भन्छ ओहो आहा नेवारी खजा पाक्नै हुन्न यहाँ चाख्नै हुन्न भन्छ मोजो आहा नेवारी Shu bunaqalar yetaklar boshlaydi. Ikkinchi variantimiz videoga moslashtirib hashtag. Videoga moslashtirish uchun mana masalan Vine olasiz. Vine ichida nima şey? Rek bo'lsa, shuni aytsa, shular qo'yasiz. Uchinchi maqsad muvofiq hashtaglar. Bu degani sport bo'lsa kiyim hashtag. Kiyim degani sport maktab. Kiyim job. Yana to'rtinchi
Laqatchi yoki joyga oid hashtaglar. Mana laqatchi bo'lsa shunaqa bo'ladi. Instagramda hashtaglar soni 10 tagacha bo'lishi mumkin, lekin eng yaxshi natijalar uchun 10-15 ta hashtag qo'yasiz. Yana videoga kubuk, zapar yoki yana momo shunday bo'lsa bam videoga bam kiradi. Bam beriladi. Shu videoga ibora chiqarilgan. Jonathan videoni yakunlaymiz. Biz videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. O'z fikringizni qoldiring. Ovozdan muammolarda uzr. Keyingi vaqtda kamchilik bo'lsa uzr. Sog' bo'ling.